Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga hozir 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark Board sotuvda bir video obzor qilib ko'rsatib beramiz. Mashina egadan kelgan dehqondan bizlar bir obzor qilib beramiz hozir. 2011. Bitta mana shu eshigida petnosi bor ekan, boshqa hech qayerga yo'q deyaptilar. Yana bir ko'rsatib, bir qator tekshirib olaverasizlar. Salonlarning holatlari yaxshi holatda turibdi. Salonlarning ham ishlari ham o'rtacha holatda turibdi. Telefonlar qo'yilgan, metan gazlari bor. Orqalari ham zakonni cho'kib turibdi. Mashina birinchi pozitsiya. Hurmatli obunachilar, bu mashinamizni narxini akamiz narx qo'yaptilar. Shu $4500 deb qo'ying deyaptilar. Naqd pulga sotaman deyaptilar. Iloji boricha shu naqd pulga xaridorlarimiz telefon qilsin, bekorga bezovta qilmasin deyapti. Shunga qarab akani o'zlari bilan kelishib savdolashib olaverasizlar. Mashinani yurganini ham o'zi bir qator ko'rsatamiz. Qancha yuribdi. Xo'sh. 340 ming yurgan. 340 ming yurgan ekan mashinaning probegi. Xullas, egasini o'zi bilan savdolashib olaverasizlar. Hozirlarning nomerlari bilan qo'yamiz. Kraska bitta eshigida bor, boshqa hech qayerda yo'q deyapti.